Nima kelibdi ekan bu toshlar? Assalomu alaykum. Alaykum assalom, assalomu alaykum do'stum. Una bu nuv kelibdi bega. Do'stum qarang, tosh keldi. Bu Hunarmand mahallasi uchun kelib turibdi. Hunarmand mahallasindagi mahalla qo'mitasi raislari va'da etdi. Hunarmand mahallasini asfaltlashtiramiz, tosh tashiymiz, shpes tashiymiz. Ya'ni 18 kilometrga. Bu shpes uchun kelgan tosh bu. Ya'ni asfalt bo'lmaydigan ko'chalar uchun keldi. Bu asfalt bo'ladigan ko'chalar uchun keldi. Xudo xolasa, endi bir narsani shöyle bir aytib o'taylik. Hunarmand mahallasindagilar o'zi birgachilik qilib tursa, shu old yerimizni olsa, chap yerimizni chopsa, yo'llarni keytirsa, trubalarni ya'ni 6 metr truba tashlab, ikki chetdan bordor qurib, yo'lda daraxt chiqib turgan daraxtlar chopsa, ya'ni yana nima aytamiz bu yerda? Yo'lda turgan darsimiz va hokazo chega, musor axlatlarni olib tozalasalar, yo'limiz 6 metr bo'lsa, 6 metrga tosh tashlandi, har yoqda 1 metrdan obachira qilib 4 metr asfalt qilamiz xudo xolasa. Lekin buni uchun ish kerak. Hunarmand mahallasi o'zi birgachilik etib, misol uchun ko'cha boshida bir Muxtor akani tayinlab qo'yibdilar, ya'ni meni tayinlab qo'yibdilar. Shu oldiga vaqt olish kerak, qildiga vaqt qilish kerak. Shuni qilib turadigan bo'lsa, xudo xolasa hamma ajoyib bo'ladi. Obod mahalla kirib keladi xudo xolasa. Ya'ni yo'limiz farovon bo'ladi, tegis yurimiz, kecha kunduz misol yurganda ajoyib asfalt yo'ldan o'tib qaytamiz. Tungi chiroqlardan va'da qildik, hammaga taqib beramiz deb. Lekin shuning uchun sizlardan ham ozgina bizdan ham asosda bo'ladi xudo xolasa. Shuning uchun sizlardan iltimos. Oldiyanni olali, qo'ydiyanni qo'yali, iltimos oldimizdan chiqmaydi. Yo'ldan haqqini maylidoshlar yana bir narsa chiqdi. Oqshom e'tibor etgan bo'lsa 3 qamoz tosh keladi, ikkisini to'kadi, birisi yo'lda turadi. Bu chiqib ketgandan keyin kiraman deb. Ina xudo xolasa endi chiqib qaraylik. Sal yuqoriga chiqali iltimos sizdan. Sal yuqoriga chiqali. 8 yerga tashlab qo'yib bu toshlarni. 8 yerda 8 bo'lak. Ya'ni bu 8 8ni ko'paytirsak 4 ga 32 bo'laman. 32 kamoz tosh bizning kamozlar bilan 32 kamoz tosh kelib turibdi. Bu ya'ni Hunarmand mahallasini yo'lini bir ko'chasidan qoldirmay asfalt qilamiz, tosh qilamiz, shpes qilamiz deganlar. Endi sizlardan iltimos. Kamoz toshimiz keldi, ya'ni 8 chaqmonimiz keldi. Shuni sizlardan qo'llab-quvvatlab qo'yamiz. Bular toshlarni ko'rsin do'stlar. Toshlar hammasi biz uchun keldi. Yana keladi. Bu yoqda 4si. 9-son metrdan yana to'giladi xudo xolasa. Bizi davom etaveradi. Mana bu o'zimizning qadimgi pamyatlik oldinda.